Hammaga salom do'stlar, sizlarga bugun mana shu botni tanishtirib o'taman. Botga kirganingizda birinchi bo'lib start tugmachasini, boshlash tugmachasini bosasiz. Keyin bot sizga mana bunaqa ichiga kirish uchun havola beradi. Keyin shuni bosasiz. Mana bu yerini bosasiz. Bosganingizda boshlash chiqadi. Mana boshlashni bosasiz. Keyin ichiga kiradi. Xo'sh, ichiga kirganingizda o'zingizga tilni tanlaysiz. Men o'zbek tilini tanlab olaman. Boshlash, keyingi daromad qilishni boshlash tugmachasini bosasiz. Xo'sh, sizlarda kirganingizda mana bu hisob 0 turadi. Men hozir to'plaganman 19,000 tanga. Xo'sh, bu tangani qanday to'playsiz? Bu yerda tugallanmagan topshiriqlar degan joyi bor. O'sha yerni bossangiz sizga topshiriqlar beradi. Mana hozir topshiriqlar yo'q. Men topshiriqlarni bajarganman va bu yerda mana kunlik mukofot va soatlik mukofot ham bor. Kunlik mukofot mana bugun 6-kun va men mukofotni olaman. Menga 3000 tanga taqdim etildi. Va soatlik mukofotlarni siz har soatda olib turishingiz mumkin. 300 ta tangadan buni ham olamiz. Endi bosh sahifaga qaytamiz va bu yerda keyingisi mining orqali ham albatta siz tangalarni to'plashingiz mumkin. Faqat bu uchun sizga hozir ochmayapti. Mining paketlar bor edi, ularni o'chirib qo'yishibdi shekilli. 600 tami tanga ishlardingiz soatiga. Faqat 100 ta stars kiritishingiz kerak edi. Sotib olishingiz kerak edi botdan 100 ta stars sotib olib, keyin miningni yoqib qo'yardingiz, keyin 600 ta tangadan ishlab turaverardi soatiga. Faqat u sarmoyali edi. Xo'sh, bosh sahifasiga qaytamiz. Endi bu yerda boshqa tushuntiradigan narsa qolmadi. Keyingisi bu yerda reyting. Bu yerda siz o'zingizning reytingingizni ko'rib olishingiz mumkin. Nechanchi o'rinda turganingiz va qancha tanga to'plaganingiz. Profil bo'limida siz bu yerda hisobingizni, Telegram Stars hisobingiz va qancha do'stlarni taklif qilganingizni ko'rib olishingiz mumkin. Xo'sh, pul yechishga kelsak, bu yerda mana yuborish degan joyi bor. O'sha joyga bosib, yo'q do'stlar, adashib ketibman. Bu pul yechish joyi emas, bu boshqa sizning boshqa nima desam bo'ladi? Masalan, do'stingizga deylik, do'stingizga tanga yuborish joyi bu yerda. Masalan, bu yerda men yozaman, hozir 21,000 bor. 21,000. Lekin bu yerda minimalniy o'tkazish 22,300 tanga va komissiya bitta stars bo'lar ekan. Lekin minimal o'tkazish mana bu yerda yozib qo'yibdi. Mana 500,000 tanga. Eng minimum 500,000 tangani boshqa siz do'stingizga o'tkazishingiz mumkin. Xo'sh, pul yechib olishga kelsak, mana bu yerda ikkita usuli bor. Almashtirish bo'limi. Bu yerda ham siz minimalniy mana 500,000 ga tangani yechib olishingiz mumkin. Komissiyasi 5 ta stars bo'ladi faqat buni ham. Xohlasangiz so'mda, rublda yoki dollarda yechib olishingiz mumkin. Buni farqi yo'q, faqat 5 ta stars to'laysiz. Xo'sh, starsni qanaqa qilib olaman deydiganlar uchun mana bu yerga bossangiz mana shu joyida stars sotib oladigan joyiga o'tadi va bu yerda minimum 100 ta starsni sotib olishingiz mumkin $239 ga. To'g'ri, bu yerda boshqa joylardan qimmat stars, boshqa joylarga qaraganda, o'shaning uchun eng qulay varianti sizlarga, agar mabodo PUBG o'ynaydigan bo'lsanglar, mana UC ga almashtirib olishingiz mumkin. Bu yerda UC ga komissiya umuman yechmaydi. Umuman komissiya kerak emas. O'zim ham oldin UC yechganman bu yerdan 3 marta. Bemalol ishlashlaringiz mumkin. Xo'sh, video shundan iborat edi. Bot silkasini men Telegram kanalda qoldiraman. Bemalol o'tib ishlashlaringiz mumkin.